Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Insonning xulqi uning asl boyligi, fe'li esa uning odam qiladigan eng asosiy fazilatdir. Ba'zan odamning qo'lida mol-mulk ko'p bo'ladi, ammo qalbida saxovat bo'lmaydi. Shunda boylik odamga xizmat qilish o'rniga aksincha uni asir qiladi. Hazrat Mavlono aytganidek, xasislik qalbning eng og'ir dardlardan biridir. Ammo quyida keltiradigan hikoya ham odamni o'ylaydigan, nafsini jilovlashga undaydigan ibratli voqealardan biridir. Xasislik yomon odat. Hazrat Mavlono Jaloliddin Rumiy Masnaviyda xasislikning yomonligi haqida so'z yuritar ekan, bir xasis odamning hikoyasini keltiradi. Xasisligi bilan o'z zamonasida dong taratgan bir badavlat odam bor ekan. Bu davlatmand odam eng xasis, eng ziqna sifatida mashhur bo'libdi. Bir kuni shu xasis jami masjidiga borib, jamoa bilan namoz o'qidi. Sunnatni o'qib bo'lgach, birdan o'ylab qoldi. Uyda chiroqni o'chirgandimmi yoki yo'q? Shu zahoti shoshilib turib uyga qaytdi. Eshikni taqillatdi. Xizmatchi: "Kim u?" Xasis: "To'xta, eshikni ochma. Xonamdagi chiroq yonib turgan bo'lsa, o'chirib qo'y. Yog'i tugab qolmasin tag'in." Xizmatchi: "Xo'p, afandim, chiroqni o'chiraman, ammo nega eshikni ochmay?" "Tushunmadim." Xasis: "Eshikni oshiq-moshig'i yeyilib ketadi-yu." Xizmatchi qoyil qoldi. "Afandim, yaxshi aytdingiz, ammo siz masjiddan kelguncha poyabzalingiz eskirishi haqida o'ylamadingizmi?" Xasis: "Sen nima deyapsan, tentak? Meni yaxshi bilasan-ku. Masjiddan kelguncha poyabzalimni eskirishga yo'l qo'ymayman. Poyabzalimni qo'ltig'imga qisib oldimda yalang oyoq kelyapman." Bu hikoya bizga shuni eslatadi. Mol dunyo insonni ulug'lamaydi, balki insonning saxovati va ochiq qo'li bo'lishi uni yuksaltiradi. Zero qo'ldagi bor narsa faqat vaqtinchalik omonat. Qalbdagi saxovat esa doimiy boylikdir. Hazrat Mavlono ta'kidlagandek, odamning asl ziynati uning saxiyligi, dilining kengligi. Har kim bu hikoyadan o'ziga kerakli ibratni olsa, maqsad ham shudir. Hikoya manzur bo'lsa, videoga like bosing, izoh qoldiring va albatta kanalga obuna bo'ling. Xayr, sog' omon bo'ling.